nasihat qilishlikka 40 yoshdan keyin haqqi bo'ladi. Musulmon musulmonni birodari, uni tark qilib qo'ymaydi, uni tashlab qo'ymaydi. Unga har doim yordam beradi. Tushunarlimi? Nima savol bor yana? Ustoz, savol bersam bo'ladimi? Assalomu Xo'p. alaykum. Savol berishdan oldin bir narsani iddao qilmoqchi edim. Maddohlikdan chekida turgan holda o'sha Xandaq va Ahzob voqealaridagi yahudlar qilgan xo'jalik endi bizdan chiqmaydi inshaalloh ustoz. Sodiqlik jihatidan. Savolim shuki, o'sha maqolani ko'rgandik. U maqolada 20 ta insonning ro'yxati bor edi. Unda Rasul Kusherbayev ham bor edi. U inson haqida fikrlarim boshqacha edi. Shuni so'ramoqchi edimki, u kishi ham o'sha guruhdami? Ya bugun men yozdim o'ziga ham, kecha bugun ertalab suhbatda ham aytdim, o'ziga xitob ham qildim. Kusherbayevni unaqa deb o'ylamagandim men ham va bildimki, Kusherbayev ham tayyor